Koreyaning kosmetologiyasida qo'ltig'imni oqartirishimni 3-kun. Kosmetologiyadagi narxlarni ko'rib belim ham bukrayib ketdi. O'zingga to'g'ri o'tir demoqchi edim, hamshira chaqirib qoldi. Shunaqa podokonnikka qop-qora mayka qo'yib qo'yishgan ekan. Endi kiymoqchi edim, qarasam kamera menga anqayib turgan ekan. Boshqa burchakka borib kiyinmoqchi edim, lekin u tomonda ham kamera bor ekan. Shuning uchun nima bo'lsa bo'ldi deb xonani o'rtasida kiyinib oldim. Mana bu burchakda ham kamera, bu burchakda ham kamera. Qo'ltig'imni oqartirgani yana keldim. Bu safar kim kirarkan, o'g'il bolami, qiz bolami? Qaynonamga qo'ltig'imni oqartiryapman desam, точно uydan haydaydilar. Xudoga shukr, bu safar ayol vrach kirdi. Qo'ltig'imni oqartirib, KFC boboni choyxonasiga kirib burger zakaz qilib yedim. Men har safar shu choyxonadan bir xil burger zakaz qilaman 8 yildan beri. Kartoshka frini shunaqa to'kib tashlab, ketchapni sepib tashlashim kerak, bo'lmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Meni sevimli tovuq go'shtli burgerim. Bitta, ikkita 3ta tishlashdayoq tugatdim. Qorin to'ydi, g'am ketdi, uyqu keldi, lekin kargo jo'natadigan opaga posilkamni berishim kerak edi. Posilkam 20-sanada O'zbekistonga uchib ketar ekan. Lekin undan oldin ham uchib ketishi mumkin. Sadoqat opa, yaxshi kunlaringizga ishlating.